Urganch garnizonidagi harbiy qismda Xorazm viloyatidagi uyushmagan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va o'qitish bo'yicha jasorat maktabi o'quv yig'inining navbatdagi mavsumiga tantanali tarzda start berildi. Mazkur loyiha yoshlar o'rtasida vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirish, ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish hamda harbiy xizmatga tayyorlash maqsadida tashkil etilgan. Tadbirda so'z olganlar harbiy sohadagi keng ko'lamli islohotlarga to'xtalishdi. Harbiy xizmatni ado etishda zarur bo'ladigan dastlabki harbiy ko'nikmalarni shakllantirishda ushbu maktabning ahamiyati katta bo'lishi ham tadbir doirasida e'tirof qilindi. Ishtirokchilar uchun harbiy yoshlarning ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Jasorat maktabi yig'ini har yili 4 mavsumdan iborat bo'ladi. 400 nafar yoshni yil davomida uyushmagan yoshlar va profilaktik hisobda turgan yoshlarni biz kasbga yo'naltirib, ularni keyinchalik o'sha ish bilan ta'minlash masalalari oldimizda eng muhim vazifalar qatorida turibdi. Asosiy maqsad yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanga mas'uliyat, daxldorlik hissini oshirish, undan tashqari kasbga yo'naltirish va bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish, mana shularni asosiy maqsad qilib olganmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Jasorat maktabi qatnashchilari Xorazm viloyati kasbiy ko'nikmalar markazi tomonidan 6 ta yo'nalish bo'yicha o'qitiladi. Ular saf tayyorgarligi, jismoniy tayyorgarlik va bir qator harbiylashtirilgan fanlardan saboq oladi. Jasorat maktabi qatnashuvchisi sifatida shuni aytishim mumkin. Bu yerda bizning dunyoqarashimiz tubdan o'zgarib, vatanga bo'lgan muhabbat, ota-onaga bo'lgan hurmatimiz ancha oshdi. Bu yerda biz saf tayyorgarligi, qurollardan qayerdan foydalanish, safda yurish va undan tashqari bitta kasb egasi bo'lamiz, hunarli bo'lib, o'shanga sertifikat olib chiqib ketamiz. Jasorat maktabi qatnashchilari uchun harbiy xizmatchilar tomonidan qurol aslahalar ko'rgazmasi ham o'tkazildi. Yoshlarni vatanga cheksiz sadoqat ruhida, jismonan sog'lom va ma'nan yetuk insonlar qilib tarbiyalash borasida Jasorat maktablari faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Eslatib o'tamiz, viloyat hokimligi, Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'mondonligi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Yoshlar ishlari agentligi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi va boshqa hamkor tashkilotlar tomonidan yo'lga qo'yilgan ushbu loyihaga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 100 nafar yigit qamrab olinadi. O'quv yig'ini davomida ishtirokchilar jangovar tayyorgarlik, sport musobaqalari, ma'naviy ma'rifiy mashg'ulotlar hamda kasb-hunar yo'nalishlarida bilim va ko'nikma egallaydi.